shu Surxondaryo zaminida qo'nim topgan, o'sha Bahodir Naqshbandning shogirdlari bo'lgan Alovuddin Attor hazratlari misol uchun. Bu kishining hayotlari, bu kishining faoliyatlari, bu kishining birorta bir kitoblari yo'q. Misol uchun biz hozir juda ko'pchiligimiz so'raymiz-da, mana misol maqbaralarga borganda bu kishining qanday kitoblari bor degan savolni berishadi-da. Lekin bu kishining kitoblari yo'q desa, nimaga bunday mashhur odam? Misol uchun. Bular kitoblar yozgan odamlarni tarbiya qilgan bular. O'sha boya aytganimizdek, komil insonlarni tarbiya qilgan odamlar. Aslida o'sha qilingan maqbaralar komil insonga qilingan maqbaralar-da o'zi aslida. Va shu bilan birga o'sha Muhammad Zohid Baxshivoriy hazratlari mana Baxshivor zaminida qo'nim topgan. Bu kishining ham hayotlari haqida ma'lumot bor, lekin kitoblari haqida ma'lumot yo'q. Biror bir kitob yozganliklari haqida ma'lumot yo'q. Lekin u kishi haqida yozilgan manoqiblarga e'tibor qiladigan bo'lsak, ta'rif va tavsiflarning chek-chegarasi yo'q. Mana shu narsalar bizga nimani ko'rsatadi? Bu o'sha komil inson bo'lishi uchun inson allomalarimiz merosidan ko'ryapmizki, allomalarimiz hayotidan ko'ryapmizki, kitob yozgan bo'lishi yoki mana bu yerda siz alohida ta'kidlab o'tdingiz, o'sha ilmiy darajaga ega bo'lishi yoki qandaydir bir olim bo'lishi bu shart emas. Bu birinchi navbatda o'sha komil inson tarbiyasi uchun muhim bo'ladigan bosqichlarni o'tagan bo'lishi kerak bu odam. O'sha boya biz yuqorida aytdik, to'g'ri ilm kerak. Va ilm bilan bir qatorda bu axloq kerak. O'sha boya yuqorida aytdik, amal kerak bu bilan birga. O'sha ilmga amal qilish degan narsa kerak. Va shu bilan birga o'sha nafsni tarbiyasi kerak. Qalbni pokligi kerak. Bu o'sha ajdodlar merosida urg'u berilgan narsa ham shu. Shunday. O'sha darajalarning ham shakllanishida asosiy omil bo'lgan narsa ham shu.